Nimaga qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'lingizdan qilaysiz, men ketdim uyga. Tishim yozildirdi. Qayerga ketyapsan? Oyimnikiga. Erkakka ketasan. Hozir oyim bilan gaplashdim, mana eshi. Bizga kelmasin. Siz xizmatingizni qilsa toshdek qotib. Baribir ketaman. Hey, to'xta. Qonim ochib ketdi. Kelmasan bilan tuxum pishirib ber. Keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman-ki. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi. Qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim. O'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotini yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yuravering shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zingga olaymi o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuningga valna xaladenligini ana kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib maza qilib ishlatasan degandim. Valna o'zimizning milliy brend hisoblangani uchun kirmoshni ham ishlab chiqarayotgan ekan. Undan ham zakaz qildim. Bilasanmi nimadan zakaz qildim? Uzum marketdan zakaz qildim. Hozir kelyapti. Endi senga nasib qilmagan ekan. Endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim. Endi kimga nasib qilgan. Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim-da. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman deydi-yu. Yashamaydi ekanda.